Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Muhtaram azizlar. Mana alhamdulillah bugungi 100 ta oilaga tayyorlagan barcha oziq-ovqatlarimiz bekamukuz chiroyli tarzda tayyor bo'ldi. Hamma ishtirokchilarga, boshqa bo'lganlarga rahmat. Alohida oshpazimizga rahmat. Bu oziq-ovqatlar Zangiota tumanimizdagi 15 ta hududdagi eng qiynalgan oilalarga borib yetib boradi bugun iftorlikgacha inshaalloh. Keyingi ertangi yakshanba kunidagi iftorlik oziq-ovqatlarimizga ham faol bo'lib qolishlikka sizlarni chorlab qolamiz. Alloh subhanahu va taolo barcha ishtirokchilarimizdan o'zi rozi bo'lsin. Ajr savoblarni Alloh taolo o'zi ko'paytirib bersin. Muborak oyda qilayotgan barcha solih amal, savob amallar, xayr ishlarimizda ajrlarni, savoblarni ko'paytirib berib, gunohlarimizni Alloh o'zi mag'firat qilsin. Yurtdoshlarimiz xursand bo'lib, yurtimizni, xalqimizni, podshohimizni haqqiga duo qilib, yurtimiz, xalqimiz bundan ham farovon bo'lishini Alloh o'zi nasib etsin. Va sallallohu ala xayri xalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in rahmatulloh.